Beylongma nima uchun ikkinchi cho'ng shogird atalmaydi? Tangsingmi nima uchun sizlar Nurmakli safarda mening 3 shogirdim bor deydi. Bu yerki oq ejderhani bu shogird hisobi qabul qilmaydi. Beylongma nima uchun bu nomda yo'q? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar meni Guanju qo'lib, maqqa ajrimga bir da naqsh yurakni birib etib, domna alanglar. G'arib sayat nomli asarga qarsak, bu yerki Tangsing Sunukungni qabul qilib bo'lgandan keyin ikkinchi bo'lib, asli Beylongmani qabul qildi. Asl qoida bo'yicha Sunukung dashi shung Beylongma arşı shung usuldi. Shunami? İkinci savak olgusi Beylongma usuldi. Biroq asarga qarsak, Jubaji ikkinchisi, Shasong uchinchisi bo'ldi. Bu yerda Beylongma hatta 4-chi bo'lmaydi ikkinchi o'g'ini bilan. Bu nomda asosan yo'q. Nima uchun shunda qo'yib qoldi deganda, asarga qarsak, bu yerda Beylongma bir eg'ir cho'ng bir xatolik o'tib qo'ygan. Ya'ni Tangsingninki etining yeb ketgan. Asarda qaysi bir olvas chiqib Tangsingning bir narsani qaytib yeb ketdi. Bundaq cho'ng eg'ir xatolik o'tib vaqti Beylongma shunda qildi. Hamda bu yer bir ot yeb ketsin nima bo'pti? Beylongma o'z ot bo'lib berdi-ku. Ashtaqimiz qanday ot bo'ldi deyishinglar mumkin. Tangsingga bu otni Tangtayzung so'qigan. Isil nasllik eng muhim ko'ngilvam yerda bir podsho so'qigan narsa. Tangsingning buning qattiq ko'ngli keldi, achchiq keldi. Uning uchun bu asarda Tangsingning ikki tal et to'qqasi bo'lmamdikina. Nima ya? Ikkinchidan bu yer asarga qarsak Beylongma qolgan 3 shogirdek o'zligidan ish qilmaydi. Ba'san yeyma, usang ulma deb turdig'ini machu. Hatta buni atolgan kim yitlab mangdi Jubaji Shasonglar. Buning qo'sug'ini vaqidi, surdi, qo'noq saman birdi. Hamda bu Beylongmaning har bir ishga boshqalarni qarish kerak. Hisobda bu faqat Tangsingning shopri. Eng oxirida Nurmakli safar oyoqlashib Lingshanga kelgan vaqtida shuning uchun buning shu atolganlik tufaylilar bir oddiylar bir qog'alari fozu bo'lsa buningga odat qilib bir babu Tianlongni bulaldi. Hamda bundaq desam ba'zilar Baoshango dövlətində bu vaqtda Beylongma o'ttirib chiqib Huang Pao'ya degan alvoslar urushdi-ku. Uning keyindan yana Tangsingning bunar supurishi degan babda 9 yoshli qurtning qishqi badi-ku deyishinglar mumkin. Lekin qarab baqsanglar qaysisini bu yerga Beylongma Tangsingni qutqizish uchun, Tangsing uchun qilib baqdi. 9 yoshli qurt bilan bo'lgan jangmi o'zining kundashlik tufaylidan bo'tdi. Huang Pao bilan bo'lgan jangmi faqatla Jubajining Sunukungni akilish uchun yerda vaqt hozirlab berdi uchun uning ham yengilib qoldi, bir ishni hal qilolmadi. Demak, bu yerda Beylongmaning bir shosingchilikmi hech qanday bir cho'ng to'kpisi yo'q. Hech qanday ishni hal qilolmaydi. Uchinchidan qarsak, Tangsingning shogirdlarini tanlashda bu erishliklarning tanlashida asli Beylongma yo'qdi. Shu Sunukung Jubaji Shasong batdi. Beylongmani avvallik suvara orliqda qistirib qo'ygan asl nom yo'q bu. Uning ustiga buning erishligi bir nom, mansab, obro' yeshimsi yo'q. Masalan, uchun qarab baqili Sunukung degan erishlik tangdosh avliyo azam. Jubaji sarlashkar. Bu yer Shasong parda qayrug'i sarkarda. Beylongmachu ishimiz yo'q. Bu odatda bir dengizlar emas, bir ko'ldiklar, bir ejderha nasli hisobda. Boshqa ishimiz yo'q. O'rni hammadan to'van. Hamda 4-chidan mandal desak, bugungi zamonning akib turib tahlil qilsak, bu yerda Beylongma degan bir shopur, bir shirkatning boshlig'ining bir shopri. Hamda bu shirkatdagilar hozir bir komandirovkaga mangdi. Berib bir savdo planini maslahatlashib, shu yerda imzolashib qildigan bir faoliyat mavjud. Nima? Hamda shunday ahvol ostida ikki shirkat ko'rishib, ham suhbat bo'lgan vaqtning o'zida kelgan bu shirkatlar qanday tunishtirdi? Balkim kotib tunishtirish mumkin bizning Lobanda. Yoki shu shirkatning boshlig'i o'zi tunishtirib qo'ysa, shu tunishtirish mumkin. Amamning kotibi, mal sotish chempion Sunukung, ishki ishlar mas'ul Jubaji u deb. Lekin hargizmi mening shoprum deb tunishtirgan ish yo'q-ku. Mayli shirkatning, mayli bir idoraning boshlig'i hargiz birga bo'lgan vaqtida mening shoprum, bizning shirkatning ya bizning idoraning shopri deb alohida tunishtirgan ish yo'qdi. Bu shopurning vazifasi bardig'iga olib qo'ydi, uni keyin ketdi. Shu vaqtda biz ishni tugitib chiqilsa, ungacha bir yerda tutdi ya yotoq berib aram etdi deydi. Hech qachon bu yerda shopurni oldiga chiqib nim qilib manda qilgan ishlar yo'q. Amaliyotga bog'lsakmi, shunday. Shunday emasmi? Shuning uchun yuqori sabablar tufaylidan bu yerda Beylongma nomli yo'q bo'lib qolgan. Hamda tushundinglarmi? Bunda bo'lsa yana G'arib Sayat nomli asardagi yechilmagan sirlarga, ajoyib yaxshi mazmunlarga qiziqadigan do'stlar bo'lib qolsanglar, meni Guanju qo'lib, keyingi sonda harakat qilinglar. Keyingi sonda texnik yaxshi mazmun so'zlab berma. Rahmat.